Xo'p, qadrdonlar, keyingi dars Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder o'zi aslida nima programma nima uchun kerak bo'ladi? Adobe Media Encoder asosan konverter qilish uchun videolarni render qilish uchun. Istang After Effects'da, istang Premiere Pro'da videolarni render qilish uchun Media Encoder kerak bo'ladi. Agarda sizning videolaringiz kolичествоsi ko'p bo'lsa, ya'ni son jihatdan ko'p bo'lsa, Premiere Pro'da Media Encoder orqali render qilish ancha yigitliroq, ancha qo'l keladi. Misol uchun 10 ta videoyingiz bor, har bittasini alohida render qilib chiqish uchun sizdan ma'lum darajada vaqt talab qiladi. Qo'shimcha narsa, ya'ni After Effects'da render qilish uchun After'ni o'zida render qilsangiz, AVI formatda render qilib beradi. To'g'ridan-to'g'ri Premiere'ga tashlash uchun, ya'ni rasmlarda bilsalaring PNG format bor. PNG formatni videoga tashlasalaring orqa foni yo'q rasm bo'lib keladi u. Fonsiz rasm bo'ladi. Misol uchun tekst tashlasalaring yoki boshqa narsa tashlasalaring PNG format bo'ladi, ya'ni fonsiz. Media Encoder ham xuddi shunaqa programma, ya'ni sizda agar Adobe After Effects'ni o'zida to'g'ridan-to'g'ri AVI qilib saqlanib qiladigan bo'lsangiz, fonni olib tashlab turib videoni render qilsalaring bo'ladi. Media Encoderda ham shunaqa render qilsalaring bo'ladi. After'dan ko'ra render qilish ancha osonroq, slabiyroq kompyuter bo'lsa, After'dan ko'ra Media Encoderda render qiladigan bo'lsalaring ancha kamroq vaqt ketadi. Ya'ni qulayligi bor kompyuterga. Renderda bosib qo'yganlaringdan keyin After'dan chiqib ketib, bemalol faqat Media Encoderda o'zida qoldirsalaring bo'ladi. Render qilishni o'zini tushuntirib beradigan bo'lsam, render qilish bu siz video materialni montaj qilib tayyorlab bo'ldingiz, tayyorlab bo'lganingizdan keyin uni to'liq materialni eksport qilish kerak bo'ladi. Ya'ni video shaklida to'liq bitta yaxlit video qilib eksport qilishingiz kerak bo'ladi. Premiere'da o'zida yoki After'ning o'zida bu alohida sloylar, ya'ni bundan oldingi darslarda tushuntirganimdek, timeline yana boshqa bir qancha narsalarda alohida sloy bo'lib turadi. Misol uchun yozilayotgan tekst alohida, unga qo'shilgan boshqa narsalar alohida bo'lib turadi. Bularni hammasini bitta yaxlit video qilib eksport qilish kerak bo'ladi. O'sha eksport qilish bu render qilish. Render qilish uchun ba'zida do'lgi vaqt ketadi. Agar siz videoyingizda ishlatilgan effektlar yoki videoning razmeri, misol uchun Full HD bo'lishi mumkin, HD bo'lishi mumkin, 4K, 2K, 5K, 5.10 dan 3K, 6, 8, 12K gacha videolar bor hozirgi paytda. Men bilganim, может bundan kattasi ham bordir. Hozirgi paytgacha eng katta deb bilganim 12K. 12K lik videolarni ko'rganman. 8K lik monitordan u yo'g'ini ko'rganim yo'q. Может u sizga kerak bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Chunki eng zo'r video kartalar ham 8K dan u yo'g'ini patishga qilmaydi. 8K dan u yo'g'ini patishga qilish uchun birdaniga 2 ta yoki 3 ta slotda video kartangiz bo'lishi kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa Quadro video karta bor, Nvidia'niki, protsessor alohida, shu montirlik uchun, videolar uchun chiqarilgan, video montajyorlar uchun chiqarilgan video karta bu. Buni narxi oddiy geymerlar uchun chiqarilgan video kartadan kamida 2-3 barobar qimmatroq yuradi. Misol uchun 4090 video kartani hozirgi bozordagi senasi $1800 bo'lsa, Quadro A8000 senasi $8000-$9000. Adashmasam $9000. O'zingiz xohishingiz, agar budjetingiz ko'tarsa, Quadro olib, maksimalniy chastotada, maksimalniy razmerda ishlang montajda. Yo'q, meni budjetim ko'tarmaydi desangiz, oddiyroq KSX dan bo'ladi. Misol uchun Core i5 11-avlod, RAM operativkasi 16 GB, video kartasi 6 GB dan, ya'ni RTX 2060 dan tepasini olinglar уже. Undan pasti уже не стоит, ya'ni GTX 1660lar уже eskirdi. Foydasi yo'q. Anchagina eskirgan video kartalar уже RTX eng kamida RTX 2060 bo'lmasa 3060 yoki bo'lmasa 4060. Eng kamida oladiganlarning biri. Minimum xarakteristika. SSD 256 GB bo'lishi kerak. Shunda render qilayotgan paytda qiynalmaysizlar. Xo'p, Media Encoder nima uchun kerak bo'ladi asosan Media Encoder shu videolarni tayyor Premiere Pro'da tayyor bo'lgan videoni biza eksport qilishimiz kerak bo'ladi. O'sha eksport qilayotgan paytda Media Encoderda ishlatamiz.
va qiyinchilik ancha kamroq bo'ladi kompyuterda. Birdaniga misol uchun 10 ta videoni siz montaj qildingiz, shablonga qo'yiladigan videolar bor. Aytaylik, Instagramda mani o'zimni kontentlarim agar e'tibor bergan bo'lsalaring, Instagramda shunaqa narsa borki, mendagi kontentlarda o'zgarish deyarli yo'q. Hammasi bir-biriga o'xshash. Kirsalaring ko'lleri bitta joy, syomka joyi bitta joyda olingan, misol uchun hozir ekran ko'rsataman. Bitta joyda, bitta lokatsiyada syomka qilingan, rangi bir xil, musiqalari bir-biriga o'xshash, ya'ni bitta joyda musiqasi bor. Hamma ko'rinib turgan narsalar bir-biriga o'xshashdi. Bularni har bittasini alohida Premierda render qilish uchun ma'lum darajada vaqt talab qiladi sizdan. Aytaylik, 2 soat talab qilishi mumkin. Qanaqa video kalitsiyasi qiladi. Misol uchun 30 ta videoni birdaniga render qila olmaysiz Premierda. Har bitta videoga render bosasiz, 5 minut kutasiz, keyin yana kirasiz Premierga qaytib, yana bir render bosasiz, yana 5 minut kutasiz. Shunaqa qilib kirib chiqib yurishingiz kerak bo'ladi Premierga. Media encoderda esa unaqa emas. Media encoderda misol uchun siz 20 ta videoyingiz bor, har bitta videoyingizni alohida qilib montajni tugatib bo'lganingizdan keyin media encoderga prosta отправка qilasiz. Media encoder sizga o'sha videoni tayyorini sразу jo'natib beradi. Ya'ni render bossangiz, u videoni sразу alohida qilib o'zi chiqarib beradi. Belgilangan papkangizga moslab, o'sha belgilangan papkangiz qaysi papka bo'lsa, o'sha papkaga, o'sha lokatsiyaga, ya'ni kompyuteringizdagi qaysi joyga saqlanib qolgan bo'lsangiz, o'sha joyga tak qilib alohida qilib saqlanib qo'yadi. Siz qiynalmaysiz bu narsada. Hozir monitorni ko'rayotgan bo'lsalaring, Premiere Pro beta ochilgan paytda, Adobe Premiere Pro beta, bu обычный Premiere Pro 2024 bilan buni raziyasi o'sha oldingi darsda aytgan bo'lsam kerak. Beta bilan обычный Premiere Pro'dagi raziyasi bundagi qo'shimcha effekt, искусственный intellekti bunga qo'shilgan. Ya'ni Adobe Podcast degan sayt bor. O'sha sayt bunda bor. O'zi Premiere Pro'ning o'zida bor, oldindan bo'lgan. Sizni videolaringizdagi ovoz shumini avtomatik tozalab beradi искусственный intellekt. Обычный Premiere Pro'da bu narsa yo'q. Qo'shimcha narsalari, vigitning taraflari mana shular. Bu videoni hozir men bu yerda ko'rsataman. Faqat juda ham og'ir video bo'lgan. Ya'ni montaj qilish ham ozgina qiyin bo'ldi menga. Kompyuter ozgina qotib qoldi bu videoda. Bu yerda sal-pal Premierdan ovozini pasaytiraman. Sababi agar hozir ovozini pasaytirmaydigan bo'lsam, butun videoni ovozini dabdalasini chiqaradi. Videolarni to'pga chiqishi uchun PNGga qanchalik katta ahamiyatga ega yoki bo'lmasa mana bunaqa montaj, bunaqa effektlar, ovoz, volar, yana bir sezayotgan bo'lsalaringiz, shu kompyuter qotyapti. Boshqa bir qancha narsalar. Qanchalik ahamiyatga ega deb o'ylaysiz? Agarda videodagi ssenariy yoki ideya yoki berayotgan, endi xuddi shu material Premierda o'zida render qilsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa agar sizda misol uchun menda 3 ta video bor. 3 ta video turibdi. Ko'rgan bo'lsanglar. Bu birinchi video. Men bu videodagi bu kadrni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu kadr o'zi bunaqa kadr emas. Ya'ni aslida bu kadrni haqiqatdagi ko'rinishi mana bunaqa. Asl haqiqati shunaqa. Hozir Photoshop betani ham, Photoshopning o'zini ham men sizlarga ko'rsataman. O'shanda tushuntirib o'tib ketaman. Qanaqa qilib bunaqa kadrni, misol uchun hozir bu yerdan maskani o'chirib qo'yadigan bo'lsam ham bu kadrda. O'zi aslida mana bunaqa olingan kadr. Bu kadrni tagiga biz rasm qo'yganmiz. Ya'ni mana bu yerda rasm bor. Bu prosta rasm. Tepasi bilan pastini bizga Photoshop chizib bergan. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Ya'ni
Siz hozir menda ikkita video bor. Buni keyingi darsda tushuntirib ketsam osonroq. Hozir chalg'imasdan Media Encoder o'zini tushuntirib ketaman. Qaydaman. 3 ta video bor sizlarda. Har bitta videoni render qilish uchun, ya'ni Premiere Prodan chiqarish uchun o'sha videoni eng boshiga i ni bosasiz, keyin oxiriga o harfini bosasiz klaviaturada. Bossalaring shu joydan o'zini mana bunaqa qilib belgilaydi mana. Ozgina u yoqqa chiqib ketadigan bo'lsa, unda to'g'rilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'sha yerdagi liboy bitta videonimi ili ovozni ustiga prosta bosib turib, ustiga X ni bossangiz, o'sha yerdagi materialni o'zini ustini belgilaydi. X harfini bossangiz klaviaturadan o'shini o'zini belgilaydi, u yoqni noqul qilishga to'g'rilab qo'yasiz. Bu yerdan export bor. Istasanglar bunga o'tinglar, exportni bosinglar, istasanglar Ctrl M ni bossangiz ham o'tadi. Men klaviatura kombinatsiyada tushuntirdim. O'zimga Ctrl Shift Q qilib olganman. Ya'ni shu bitta qo'lim M ga borib kelishga qiynalgan, ya'ni eringanman to'g'risi. Sal neudobniroq bo'lganligi uchun bu tomonga o'zgartirib olganman. Ctrl Shift Q ni bosdim. Ctrl M ni bossalaring chiqadi eksport yoki tepadan eksportga o'tsalaring bo'ladi. Mana bu yerda Atprite va Media Encoder bor, export bor. Atprite va Media Encoder bossalaring o'z avtomatik Media Encoder ochiladi. Kirishlaring shart emas programmaga. Mana Media Encoder уже ochildi. Adobe Media Encoder beta. Bu ham adnavo. Buni umuman farqi yo'q. Beta Media Encoder bilan обычный Media Encoderda umuman farqi yo'q. Ikkalasi ham bitta narsa. Prosta men nimaga betada tushuntirayotganim sababi bu proyektlar hammasi men основной уже betaga o'tganman. Искусственный intellekt bor bo'lganligi uchun mana birinchi marta kiryapman shu bu programmaga. Nariga eski Premiere Prodan уже men bunga o'tganman. Asha искусственный intellektni ichida bor bo'lganligi uchun. Bu narsadan foydalanaman siz pul to'lashingiz kerak. Hozir bir ikkita darslarda men shuni tushuntirib beraman. Искусственный intellektni bor, undan ham qanaqa qilib foydalanishdi. Keyingi darslarda обычный o'zimizning professionalniy Premiere Pro. Professional narigi Premiere Pro betadan ko'ra ancha kuchliroq. Ichidagi qo'shimcha narsalar ancha ko'proq kuchliroq kompyuter talab qiladi. Men bu beta ayrim narsalari sayozlashtirilgan, ya'ni slabroq kompyuter bo'lsa ham normal ishlab beradi. Xo'p, mana tayyor tushdi. Bizda ikkinchi video bor. Mana bu yerda ikkinchi videomiz bor. Ikkinchi videoni ham prosta belgiladik. Atprite Media Encoder qildik. Uchinchi videomiz. Buni ham belgiladik. Atprite Media Encoder qildik. Biz 3 ta videoni qildik. Hozir endi aytaylik, men umumiy o'zim uchun video tayyorlasam yoki boshqa kimnidir Instagram uchun tayyorlasam, birdaniga eng kamida 15 ta video olinadi. Minimum 15 ta video olinadi, 15 ta video birdaniga eksport qilinishi kerak. Har bittasini alohida eksport qilganda prosta kutish kerak bo'ladi, vaqt talab qiladi. Media Encoderga prosta tashlab qo'yasizda, mana bu play bosib qo'ysangiz, bo'ldi, уже render qilaveradi o'zi. Siz bemalol xohlasangiz YouTube'ga kirib kino ko'rib o'tiring, xohlasangiz boshqa nimagadir chalg'ing yoki bo'lmasa tepaga chiqib ketib, temda ish pishingizni qilib, sekin qaytib kelsangiz, уже render qilib qo'ygan bo'ladi kompyuter. Ortiqcha sizdan e'tibor talab qilmaydi. Ya'ni 30 ta video uchun 30 marta render qil demaydi. Siz bemalol o'zingiz xotirjam boshqa ishlaringizni qilib o'tiraverasiz. Bizga уже Media Encoder kerak emas. Xuddi o'sha sistema, ya'ni xuddi o'sha gapirib o'tgan narsam After Effect'da ham xuddi shunday ishlaydi. After'da ham Media Encoderdan eksport qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu tema, deyarli bir xil. Atprite Export Media Encoder bosasiz, prem o'tib ketadi. Shu men keyinchalik tushuntirib beraman. Afterga ajratilgan ayrim darslar bor, oxirida o'shalarni tushuntirib berib o'tib ketaman. Media Encoder bo'ldi, shunga ishlaydi, keyin konvertatsiya qilishga. Ya'ni videolar rasmini kichiklaytirish, kattalashtirish, shunga o'xshagan narsalarga ishlaydi. Hozir o'ziga kirib tushuntirib beraman. Xo'p. Sizlar o'zlaring ishlaydigan Media Encoder beta emas, professionalnisi. Mana Adobe Media Encoder o'zi. Ikkalasini ham hozir kirgandan keyin ko'rasizlar, farqi yo'q.
Ikkalasi bir xil. Qanaqadir men qo'shimcha farq ko'rmadim. Unda ham, bunda ham. Hop. Qo'shilmaydigan kodir. Xo'p. Bunga aytaylik, sizda videolar bor. Misol uchun aytaylik, kimgadir video yuborishingiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri kamera yozib olgan videoni bitrate baland bo'ladi, razmeri katta bo'ladi. Misol uchun aytaylik 10 minutlik videoning razmeri примерно 8-9 gigabayt bo'lib ketishi ham mumkin paytida. Bunaqa videoni через internet tashlash sal noqulaylik tug'dirishi mumkin yoki sizga yoki u odamga. Misol uchun 4 gigabaytdan ko'p bo'lgan videoni Telegramdan yubora olmaysiz. Unaqa videolar sizda ko'p bo'lishi ham mumkin. Misol uchun aytaylik 4 gigabaytdan ko'p bo'lgan 10 ta video bor deysizda. 10 ta videoni hammasini siz yuborishingiz kerak kimgadir. O'shanaqa vaqtda prosta media encoder ochasiz, o'sha videoni topasiz. Videoni o'zini topib turib, media encoderga hamma videoni bittada yuklaysiz, hamma videoni razmerini bittada kichraytirib render qilib olsangiz bo'ladi. Render qilganingizdan keyin, o'sha render qilingandan keyin videoning razmeri sezilarli darajada kamayadi. Ya'ni aytaylik 4 gigabaytli video 2 gigabayt bo'lishi mumkin. Uni faqat bitrate pastga tushadi, razmeri qolgan narsasi постоянно turadi. Misol uchun televideniyega efirga beriladigan videolar odatda juda past bitrate'da bo'ladi. Ya'ni taxminan qanaqa desam bo'ladi? Televideniyega efirga beriladigan videolar 10 dan 15 bitrate'gacha bo'ladi. Aytaylik, hozir men birato'la 11 gigabaytli videoni tashlayman. Birdaniga razmeri kichraymagan seziladi. Bu 11 gigabaytli video kichraytirish uchun H264 ustiga bosasiz. Agar ikkita video bo'ladigan bo'lsa, birdaniga ikkita videoni yoki ikkitadan ko'proq videoni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, buni ikkita videoni tashladingiz, uchinchisini ham tashlaylik. Mana 3 ta videoni tashladik. Tashlaganingizdan keyin birinchisini ustiga bosib, shift bilan eng oxirgisini bosasiz. H264 ustiga bossangiz, hammasini bittada olib beradi. Mana bu o'ng tomonda razmeri turibdi. Video UHD format. 4K bilan UHD ning farqi bor. UHD 4K dan ko'ra ozgina kichkinaroq. Sal razmeri kichkinaroq bo'ladi. 4K sal kattaroq bo'ladi. Ya'ni 4160 ga adashmasam 2160 bo'ladi 4K ning razmeri, UHD 3840 ga 2160. Piksellarda sal kichikroq. Xo'p, chastota kadr 25, razmeri aytyapti. Qolgan narsalar hammasi shu turaveradi. Pastga tushsangiz mana 63 bitrate turibdi. Siz shuni 20 qilib qo'ysangiz yetadi. O'sha 11 gigabaytli video 2200 megabayt bo'lib qoldi. Ya'ni 11000 megabaytdan 2200 ga tushirib beryapti. Videoning kачествоsi o'zgaradi. Lekin oddiy tomoshabin ko'rib seza olmaydi bu narsani. Oddiy tomoshabin ko'zi bilan ko'radigan bo'lsa, unchalik farqiga bormaydi. Agar professional montajyor bo'ladigan bo'lsa yoki professional operator bo'ladigan bo'lsa, bu bitrate pasaygan videoda bittada sezadi. Lekin обычный tomoshabin bu farqiga unchalik bormaydi. Xo'p, 3 ta videoni birdaniga razmerini kichraytirdi bu. Mana buni ustiga bosasiz, 3 ta videoni birdaniga qayerga saqlanib qilishni ko'rsatasiz. Bo'ldi. Shu bilan, ya'ni sizda birdaniga 30 ta video bo'lsa, 30 ta videoni razmerini birdaniga pasaytirib qo'ysangiz bo'ladi, birdaniga kichraytirsangiz bo'ladi. Shunaqa narsalar uchun media encoder kerak. Asosan shu narsalar bo'ldi. Qolgan narsalarni deyarli ishlatmaysizlar. Menimcha umuman ishlab bo'ladi. Umuman ishlatmasangiz ham kerak. Через Creative Cloud misol uchun, через disklar orqali render qilishdan mumkin. Prям media encoder только render qilish uchun ishlaydigan narsa desa ham bo'ladi. Shunaqa. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi ko'rishguncha.